Endi bu gapni qilsak, bir qism tarixni az to'lib bildiganlar va yoki mush to'g'risidagi Xanzu muallimlarning javshovlarining leksiyalarini anglaganlar do'yindan asl tarix degan bundaq emas, asl degan jo'yi andaq mard, mandaq kishi nurg'un ishlarni jo'yi qilgan, Jugulyanni undaqchiq to'pis yo'q, sen uqmaydi ekansan, fukam bu deb kichi mumkin, lekin ras men uqmayman. Shunga men bu yerda tarix so'zlamdim. Faqat qissa haqida bayon so'zlayapman. Menimcha bundaq bir qissani so'zlab o'tib, yana amaliy tarixni aklib bu ikkisini oralashtirib so'zlashdan qilcha ahamiyati yo'q. Biz faqat mush qissadan o'zimiz kerakli narsalarni evatimiz. Herkes ma qissani mandaq yozib qo'yibdi-ku, logolarni asl tarixga ondaqdi. Bu ikkisining farqi degan mandaq deb bu bağlashishga shartimizni to'shmaydi. Ham bundaq qilishimizning zaruriyati yo'q menimcha. Şuna endi bu qissa qaytib kelsak, baya degandek bu Jo'yu shunday bir boy oilaning boyvachisi, kichigidan obro'yliq cho'ng bo'lgan. Ma hech kim yaratmaydi. Ham shunda qilolug'chiligi bor, buning ashundaq bir bingsi bor har jihatdan. Bizdan bigapar ba'zilar poz yarashmidi sangma po'e bizning kuchlik gaplar deb qo'ymiz. Haqiqatan bu po'nimi atılğanga şu madakitidir, şu yüz gibi yaraşqıdak adam assa yarışıdı bu po'mu. Qamlaştırıladigan adam qamlaştırdı. Hem ben Jo'yu'mu şu akavurluq yarışıdı deb o'ylayman. Chunki bu o'z zamonidagi aql, danishmand, muzika, mushavir, sarkarlarning har bir turiga eng kamolat yetgan bir shaxs. Har qanday bilan teng tura oladi bu. Uning ustiga bir er kishiga xos qad qomati va huquq, mal-dunyo, obro'y qatorliqlarning hech qaysi hech kimning kamlamas. Shunga bunday qadam albatta akavur men bo'lsam chuqumashda akavur pichi mumkin albatta. Bunda qo'ygan shunda polchi turda shunami? Jo'yu eng dastlab bu Sunchuanning aksi Sunsi Yuanshuning qishida tug'an vaqtida shu yerda butkul gudongzichalarning mol-mulkini setib, naq pulga aylantirib pulni bir karta urib keldi bu kartani paqqa olib tashlab. Sunsi bizning burunqi balliqdagi deyishgan cho'ng-cho'ng ishlarni ham qildigan vaqtimiz keldi. Endi berib yuzimiz cho'ng yiqildi deb keldi. Shuning bilan bu yerga kelgandan keyin bu yer tushunsinmi, buningki mushkipini saqlab turgan. Bu kelgandan keyin bu Jo'yuning aql ko'rsatishi va qo'llashi bilan Yuanshudan ham arildi. Eliq toshni buningga bir betib, buning iziga bu Xuanga qatorli 4 sang'uni tishib bil Jangdongga ketdi. Jangdong verib bu Jo'yu bilan ilik tiklashni boshladi. Keyin bu Sunsi bu yerda bir qasdlanib zahar qo'yganlar o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin bu yerda Sunchuanga miras qoldi. Shu vaqtda degan bir gap bor. Bundan keyin ufkam ichki ishlarda Jangjovdan, sirtqi ishlarda Jo'yudan masalan. Mash ikkisidan bo'ldikan Jangdongdan hargiz chatoq chiqmaydi u deydi. Demak, bu Sunsining mosh gapidilla Jo'yuga qanchalik ishindiganligi, buni qanchalik cho'ng ko'rdiganligi, buningga qanchalik qo'l qo'ydiganligini bu yerda ko'rib olaymiz. Jo'yuning o'zini eng tunutgan janqasi Chibidajan. Bu jangda Sav-Sav 83 ming kishi zo'r qo'shin bilan bostirib keldi. Bu vaqtda Sunyu ittifoqining barliq qo'shinlarini qo'shsaqmi 20 ming atrof chiqdi yo chiqmadi. Lekin bu vaqtda Jo'yu qilchdan taraf qolmaydi, qilch uduqib ketmaydi. Qarmaqqa bu jangvozlik Xuangay Sang'unning o't hujum bilan saxta alvul shilsi orqali boshlanganda qilgan bilan amaliyotga rangvozlik boshlanib bo'lgan. Sav-Sav bilan Jo'yu o'tirsa to'xtamay undaq qazangan mundaq yumush qilgan rangvozlik xili burilib boshlangan. Ham uzoq surilgan. Bu vaqtda Jo'yu o'ng qo'lda Sav-Sav bilan shundaq rangvozlik qilsa, so'l qo'lida Jugulyan bilan jang qilayotgan. Shundami? Bu boshdalar Jugulyanninki Navada Jo'yu yansa fursatdan foydalanib Jingjuni egallab olganligini, Sav-Sav yansa fursatdan foydalanib Jangdongni egallab olgan bir suiqasdini allburun ko'rib yetgan. Shunga izchil bu Jugulyanga yeli unnaq, yeli bunnaq sabablar har xil ishlab turib, qasdlab pishib turdi. Shunga mush ikki qo'shqaning 5i bu yerda shuncha yo'g'an Jangdongga patmay qoldi. Qarsanglar Chibidajanda mushning bir ko'rinishi bor. Jugulyan bilan Jo'yuning qandaq amal toplar, men oqshom tushunib bir amal topgan, unda xo'sh mening topgan amalim sizdan sal keyin chiqib keladi. Nima amalsiz qo'limizga yozildi deb qo'liga yozdi. Dal musharik qo'liga yozib ko'rsatgan mashu bir ko'rinish, mashu ishmo hozirgacha tilla doston bo'lgan bir nurg'un bu danishmanlar mashu do'raydigan bir ko'rinishlar boshqa filmlardan chiqdi qarsanglar. Hamda mashu Chibidajandan keyin Jugulyan bilan bo'lgan ochiqda uzoq bormaylar Jo'yu bu yerda o'lib ketdi. Endi Jo'yuning o'limiga qarata nurg'unlagan har xil qarashlar bor. Ba'zilar mana shu sanchi Jo'yu o'yincha Jugulyan buni ochiqlantirib o'ldirib qo'ydi desa, ba'zilar hatto Sunchuan buni qasdlab o'ldirib atgan degan qarash mu xil bor.
Çünkü bu eseri karşılayan böyle Joe'yu ölmse, Sunjuan hukukunu kulluğun merkezleştiremaydı. Joe'nunki bu Jangdong'daki inavati, hukuki, abroyu Sunjuan'dan allıburun eşip gitken. Yeni elik vakitte Beylan kuşunu ruhsatsız bir sorak Joe'yu yürütüyor vakitte Sunjuan bununki emelini bekak vatıdı. Leşkeri temtekini tatıb aldı. Tatıb algandan keyin bu kuşunu çikinişke, yeniltilişke iki qıtım permen düşürüp mu eklanmaydı. Şunun bilan üzüp yer bir qıtım qattiq açıqlandı da asli bu mening kuchim yetmaydi ga ishga garchi men bek bo'lsam deb o'ylab berib voy xafa bo'lmsin jo'yika deb bu leşkeri temtekini birib asli keltirib bu ishlarni hal qildi. Shundami? Şuna ba'zilar jo'yini bevosita o'ltirishga petnanmay shunda qaslab atgan deydi. Lekin meningcha mushundaq bir muhim vaqtda Sunjuandek mushundaq bir dona bir shaxs jo'yini o'ltirib etishi mumkin emas meningcha. Meningcha hargiz bunday qilmaydi. Chunki buning jo'yini o'ltirgani Liu Beining Zhugliangni o'ltirgani, Cao Caoning Simayni o'ltirgani bilan barobar bir ish. Sunjuanmi işte dona shaxs turib shunday qilami. Uning ustiga bu yerda Jo'yu Chibi dajaniki zo'r futuq berishdi. Buning aybisi aslab ochdi. Bir og'rib qolgan bir Jo'yuning nomila 10 ming kishi qo'shindan zo'r turdi. Oshindaq tursa bu yerda bu Jo'yuni o'ltirib atami. Meningcha Jo'yuning yosh turib o'lib ketishi to'yanki bir qancha turli sabablar tufayli. Birinchisi eg'ir charchash. Ya'ni bu Jo'yu Chibi dajan uning kendidan Jingjuni qaytirib olish ko'rishi qatorliqlar tufayli eg'ir charchagan. Bunun kivatkan besim nait nurgun, charchash, uyqusuzlik, yaxshi orom olmaslik tufaylidan oxiri buni kasal besib olgan. Ikkinchisi bu yerki Changjang daryosining buyi havasi shamolliq, so'g'aq, havas nait o'zgarishchan, daryoning havo kelimati orqali buningga tizil so'g'aq o'tib, bu yerdan deydiku ko'n kesib qo'zg'ilib qoldi deb. Buning burunlar kasal tekkan. Üçüncüsü hakikaten Sauron'un o'q tekkan o'q yarsi va yerki zərlik o'q yana. Endi bu o'qya tegsa qaranglar. Manda kirgan bilan chiqqan vaqtida bu durtutam go'shning julib tang achiqdi. Shunga qarasanglar, o'qya manda kirib ketib, mayda chiqib ketgan vaqtda o'qyani tatib chiqarmay, aksichkayni sundirib, kirgan yo'lni shuncha tatib chiqaryapmiz. Bo'lmasa, bir tutam go'shni julib chiqdi. Endi bu yerda jo'yiga tekkan o'q bir tegdi, lekin tishib o'tketmek uchun bunu tatib chiqadi. Bu tatib chiqqan vaqtda bir shaplaqdek bir go'shtdan chiqib ketdi. Bu yani tutish kerak, onun bu zərli qoq biyasesiydi. Şunun bilan bu amal yo'q, eg'irlab ketgani rost. To'rtinchisi haqiqatan Zhugliang sabablik oldiga kelgan loq go'shini ayrilib qoldi. Qayta bu Zhugliang Liu Beilarning tikosiga dastlab ketdi. Shuning bilan bu yerda mu ochiqda bug'ilib, kasallarim qo'zg'ilib, bu yarsim qayta qanab, haqiqatan mushumu bir sabablarning ichidagi bir sabab. 5-dan bu vaqtdagi kishilarning umri qisqa. 45 yaş o'ttirch ömrü bo'lib qolgan, 50 yaş ömrünün asasen oxirgi bosqichi. Bu yerki Zhangzhou, Simayidek uzun ömür ko'rdiganlar nəhayət az. Shunday bir qator sabablar tufayli bir zaman davr surgan jon erkisi katta danishmand Batur sarkarda Jo'yu yosh turiblar olamda o'tgan. Sizlarcha Jo'yuning istidodi Zhugliangning kam emas turib nima ish qilib doimlar Zhugliangga yengilib qoldi. Buningdagi sabab zodi nima? Ko'pchilik rahmat.